Nurni yaratgan va barcha narsani o'z so'zi bilan yaratgan Qodir Xudo bu yerga ikkinchi marta keldi. ...1948-yilda anjir daraxti Isroilning 1900 yil davomida qurib qolgan novdalari mayinlashib, barglari hiqqanida Masih Koreyaga keldi va xushxabarni vaz qila boshladi. Isroil payg'ambarlari Masih qayta keladigan joy deb bashorat qilgan manzil dunyoning sharqdagi chekka burchaklarida joylashgan Koreya edi. Masih bizning najotimiz uchun azoblanishni tanladi. Biroq biz faqat tanamiz uchun non izladik, ruhimiz uchun esa hayot nonini emas. 예수님이 주시는 그 생명의 언약, 내 살을 먹고 내 피를 마시면 너희 속에 생명이 있느니라. 그 이상 큰 이적이 없습니다. Hayot noni Masihning tanasi va qonidir. Olib yenglar, bu fisihning noni mening tanamdir. Bu sharob Xudoning ahdini bildiradi. Bu ahd ko'plarning gunohini yuvish uchun to'kiladigan qonim evaziga kuchga kiradi. Masih bizni qutqarish uchun yangi ahdning fisih bayrami bilan ikkinchi bor kelish kerak edi. Osmonga qaytishdan oldin Masih faqat bitta narsani xohladi. Bu sizning najot olishingiz uchun edi. Agar Masih bu yerga kelmaganida, biz sevgi nima ekanligini bilmas edik. Agar Masih azob chekmaganida, biz qurbonlik nima ekanligini bilmas edik. Agar Masih faqat osmonda qolganida, biz uni orzu qilmagan bo'lardik. Bizni qutqarish uchun ikkinchi bor kelgan Masihni sevamiz. Eshitayapsizmi? Masih yuragingiz eshigini taqillatayotganini eshitayapsizmi? Masih sizni yaxshi ko'radi. U sizga abadiy hayot bermoqchi.